Bu narsa yaşamaydi bu narsa. 2 gün, 3 günde o'ldirib qo'yasan bu narsani. Bir tovuq so'yiladigan vaqtga yetib 40 kunning ichida 38 ming so'mga katta bo'ladi. Bu hozirgi jo'jalar bugun 5 kun bo'lgan, 40 gram paytida keladi, 1 kunlik jo'ja keladi. Hozirgi kunda 200 gram, 170 gram. Kun sayin, soat sayin o'zgaradi. 40 kun, 42 kunda pastda 2 kilo 300, 2 kilo 700 gacha vес bo'ladi bu. Hozir bu yerda 3000 dona jo'ja, bu seximiz 2000 donaga mo'ljallangan. Jo'ja paytida 20 kungacha bu sexda kattayadi, keyin naryoqdagi seximizga 1000 dona o'tiriladi. Xullas bu yerda 2000, bu yoqda 1000, 3000 dona jo'ja katta bo'ladi. Bu 1 metr kvadratga 10 dona jo'ja boqilish kerakda. 20 minglik sex qurib yotibman bu yerda. Hali endi ustalashlar vaqti hali bitgani yo'q. Sotamiz bozorga, lekin men buni o'zim xaridorman. Shu rayonda tovuqni tandirga bosib chiqarishni shuni yo'lga qo'yganmiz. Men o'zim sog'lig'imga shu to'g'ri keladi. Men o'zim salgina faoliyat anon cheklangan, imkoniyatim cheklangan, qasada yurayman ko'proq. Qiynalib qolgan vaqtimda uyimning yonida bola chaqamni qiynamay boqish maqsadida ishlaganman. Shu safar hech bo'lmagan sena bo'ldi, 6000 so'mdan olganmiz jo'jani. Lekin 10000 so'm bo'ladi. O'tgan safar 10000 so'mdan oldi. Bir oy oldin 10000 so'm bo'lgan. Razni bo'lib turadi. 40 kun ichida 2,5 kilo, 3 kilolik ham bo'ladi ichida bir. Bozor o'ynab turadi bundan. Masalan, bugungi kunda 24000 so'm. Ha, bir oy oldi 34000 so'm edi. Tushib ko'tarilib, shu bozor anasi o'ynab turadi. Baribir foydasi yaxshi, bir 15000, 20000 so'mgacha birdasida qoladi baribir. Foydasi shunday bo'ladi. Bilib ishlaganlar yaxshi, endi qiziqadiganlar o'rganish kerak bu narsa. 7 xazinaning biri bu. Bilsang, zo'r, yaxshi daromad beradi.